Yaqinlariga xabar bering. Xo'p, doktor qarab oling. Qani tur. Sen umringni so'nggi daqiqalaridasan. Umring mobaynida sen faqat yaxshi amallar qilding. Endi sen uchun jannat eshiklari ochiq. Tur. Men bilan ketasanmi? Men jannatga kirishni umr bo'yi orzu qilganman. Ha, sen bilan ketaman. Qani ketdik. To'xta. Kimningdir yig'i ovozi eshitilyapti. Bu seni do'sting. O'lganingdan keyin u 3 kun mana shunday yig'laydi. Do'stim, u eng yaqin do'stim edi. Ha mayli, sabrli bo'lsin. To'xtachi, yana kimningdir yig'lagan ovozi eshitilyapti. Bu esa ayoling. O'lganingdan keyin u 40 kun aza tutadi. Shunday yig'laydi. Ayolimga Allohim sabr bersin. Undan minnatdorman. Jannatlarda birga bo'laylik. Bu esa sening joying, sen orzu qilgan jannat. Rostdanmi? Bunday go'zallikni men umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Qachon kiramiz? Men bilan yur. Bolam! To'xta. Meni tashlab ketma, bolam! Bu kimning faryodi? Bu onang. Yuraging to'xtab qolganini eshitdi. Endi o'zining yuragi to'xtab qolguncha bir umr dodi faryod uradi. Yur. Agar men sening taklifingga rozi bo'lmasam, nima bo'ladi? U holda senga jannatga kirish imkoni qayta berilmasligi mumkin. Butun umr to qiyomat kunigacha onamning faryodini eshitgandan ko'ra uning oldiga qaytganim ma'qul. Men ketmayman. O'zing bilasan. Bemor o'ziga keldi. Ko'zingizni oching. Hamshira, qarab oling, hamshira. Gulni barglaridan etsang ham judo, Onani bolam deb yig'latma Xudo.